Altıncı kitap Sehrlik Çırak. Bu kitapta Jasmine bilen Aladin'in hikayesi sözlendiğine. Tayyor buldunlarmı? Emse başlaylı ya hikayemizni. Bir sihirgar adam barken, u sihirgar bolsa bir yerde pek sihirlik çırak barligini bayqaptı. U çırak bolsa bir öngörnün içinde turdi ekan. Şunla bu sihirgar pek yoğun semiz boğaşqa, u öngörnünki ağzı pek küçük boğaşqa uya kirenmepti. Şunla etrafında qarasa bir gül üzüvatqan çaqqan qanır jigitni görepti de onu çaqırıptı. Jigit, ben sana bir üzük bermen. Sen aş önkürüp kirip, aşnaşta bir sihirlik çırak var. Sen şunu içip be depti. Şuna Aladin maqul depti da üzükni ilip önkürnün içige ilip kichik yadin şundaq bir tasi kiripti. Şundan çırağını tepipti. Ondan keyin ilip sihirgar adamga ishni içip berishni depti. Lekin eliq sehrgar bo'lsa, ambash chirog'ni ber, onda kichikni ichib berman deb zori ichib bermabdi. Aladin bo'lsa, u sehrgarning chirog'ni ilibla o'zini bu o'ngirga qamab qo'yishdan qo'rqib, chirog'ni bermabdi. Oxiri bu sehrgar bu bolaning bak va aqlliqligini, bu chirog'ni o'ziga bermayligini bilibdi-da, o'ngirning og'zini itibdi. Shuning bilan Aladin bu qopqarong öngürden bekmi qo'rqibdi-da, qanday qilishni bilmabdi. Shuning bilan heliqi sehr ehtiyoslikdan heliqi sehrlik uzukka qo'l tekitibdi. Shuning bilan sehrlik uzuk uningga ovoz kirib, uningga javob gap qilibdi. Sana nima kerak? debdi. Aladin bo'lsa bu kutilmagan voqeani ko'rib pek xo'shib ketibdi. Meni uyga olib qo'ysang bo'pti-ku, onamning uyini olib qo'ya, debdi. Shuning bilan bu sehrlik uzuk bu Aladinni opasining uyini olib qo'yibdi. Shuning bilan bu uyda opasi bu ko'ni chaynakni toza aytibdi. Uyda bo'lsa ushtum tutlan bu sehrlik chaynakdan bir iloh chiqibdi. Shuning bilan sizlarga nima kerak debdi-ki, opasi bilan Aladinning qo'zg'i bek ichib ketibdi-ki, bizga har xil o'xshagan tomoqlar kerak debdi. Shuning bilan birdanla ularga har xil yangi noch tomoqlar uning ustida paydo bo'ldi. Shuning bilan bir kuni Aladin ko'chada ketib bir malikani ko'rib qopdi. U malika shunchalik go'zal, shunchalik chiroyli ekan. Keyin u malikaning ismining Jasmine ekanligini bilibdi. Shuning bilan u uyga kelib, undan keyin sehrlik chiroqqa, sehrlik chiroq, men bir qizonni yaxshi ko'rib qoldim. Uning ismi Jasmine ekan. Sen meni katta boy qilib, oshli qiz bilan to'y qildirib qo'ysang bo'pti-ekan, debdi. Sehrlik chiroq bo'lsa, Aladinning talbiga asosan uningga nochi qasrdan yasab beribdi. U qizni oldiga beribdi. To'y talbi qo'yib, lekin podshohmi bu Aladinning yaxshi odam ekanligini bilib, u qiz bilan Aladinning to'yini qilib qo'yibdi. Bular shunday xo'shal yashapdi. Bir kuni ularning to'y qilgan xabari butun xalq anglabdi. Buning orasida heliqi sehrgarmi anglab qopdi. Shuning bilan bu sehrgar yana loyiq ko'n chiroqni, sehrlik chiroqni ilib olmoqchi bo'ldi. Shuning bilan bir chiroqni ko'tarib, ko'n chiroqni yangi chiroq almashtirman. Bu chiroq shundoq esil chiroq deb vaqirabdi. Shuning bilan bu malikaning bu chiroqdan toza xabari bo'lmag'achqa, u ko'n chiroqni yangi chiroqninga almashtirib o'tibdi. Shuning bilan bu sehrgar bo'lsa, ko'ni chiroqni ilib, sehrlik chiroqni debdi-da, bu malikni, bu qasrni darhol mening kishtimga Misrga olib borib debdi.
Şunun bilan bütün qasr hammasi u sehrgarniki makoniga ko'chib ketibdi. Şunun bilan Aladin kelsa, uyning atrofida hech nima yo'q, quruqqan yer tug'dak. Şunun bilan u shunday qo'rqib ketibdi-da, uzukdan so'rabdi. "Hey, uzuk ilohiy, bu nim bo'ldi? Nemishqa bu yer quruq? Qani mening malikam, qani mening uyim?" debdi. Şunun bilan uzuk iloh unga tushuntirib qo'ydi-da. Bilan anadikin uni aşı qisbayaga, o'zining ayoli bayaga apiribdi. Şunun bilan u o'zining ayoli bilan uchrashibdi. Andikin ayoliga debdi. O ayoliga bir bo'loq sehrli dori beribdi. Şunun bilan ayoli o sehrli dorini eliq sehrgarning tomog'iga sap qo'yibdi. Şunun bilan u sehrgar bo'lsa tomog'ida yaplam uxlab qopdi. Bular sehrli chiroqni ilib olibdi. Şunun bilan ular o'zining yurtiga qaytib kelibdi. Şunun bilan hammaylar xushal-xuram baxtli yashapdi. Sehrli chiroq bo'lsa atroflarni shundoq chiroyli yop-yeshilchilik qilib o'tibdi. Aladimi podshoh bo'pti. Ularning jiq ballari bo'pti. Shuning bilan hikoya tugabdi.